Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşıladığımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunatkan gün tarafındaki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda diqqatinizlar ekranımız olsun. Valkochisi gazeti Amerika Avstraliya hamkorligining Xitoyni cheklashni nishonlaganligini ilgari surdi. Avstraliyaning Amerika texnikasidan foydalanib 8 yadro energiyalik suvosti paraxoti yasash qarori Amerikaning suvosti paraxoti texnika afzalligini namoyon qilgan bo'lib, Xitoyning dengizdagi kengayishini cheklashga yordami bo'ladi ekan. Valkochisi gazetining bu vaqtdagi tahlilida bildirilishicha, Avstraliya Amerika texnikasidan foydalanib 8 yadro suvosti paraxoti yasash qarorining nishoni Hind okeanidan Tinch okeanigacha suvosti paraxoti mudofaa to'ri qurib, Xitoyning dengizdagi kengayishini cheklash ekan. Bildirilishicha, yaqinqi yillardan buyon Xitoy harbiy kuchini tez sur'atda oshirgan bo'lib, Xitoyning bu yillik harbiy xomchoti 200 milliard Amerika dollaridan eshib ketgan. Navbatda Xitoy dengiz armiyasining ko'lami Amerika dengiz armiyasining ko'lamidan eshib ketgan. Shundaqdimi Amerika dengizdagi texnika ustunligini saqlab kelgan bo'lib, bayqash eng qiyin bo'lgan kuchlik suvosti paraxotiga ega ekan. Mazkur tahlilda Amerika bilan Avstraliyaning har ikkilisi Xitoyning dengizdagi tahdidini to'sishga ko'ngil bo'layotgan bir sharoitda Amerikaning Avstraliya bilan o'zining texnika afzalligini o'rtoqlashish va ikki tarafning mudofaa munosabatini cho'nqurlashtirish orqali Osiyodagi dengiz armiyasi kuchini unumli kengaytmoqchi bo'lganligi qayd qilingan. Oldingi hafta Amerika prezidenti Joe Biden, Angliya bosh vaziri Boris Johnson va Avstraliya bosh ministri Scott Morrison AUKUS nomli yangi bexatarlik hamkorlik munosabati o'rnatganligini e'lon qilgan edi. Dünya Bankasının sobiq amaldorining Xitoyga yantoq bo'lganligi oshkorlandi. Eng yangi dokladda oshkorlanishicha, Dünya Bankasının sobiq ijroiya amaldori sonliq ma'lumotlarni o'zgartirish orqali Xitoyning savdo muhiti rad tartibini yuqori ko'targan. New York vaqti gazetining 17-sentabrdagi xabarida bildirilishicha, savdo muhiti tekshirish gruppasining 2018-yillik dokladiga qaratilgan tekshirish natijasida Dünya Bankasının sobiq bosh ijroiya amaldori Kristalina Georgievaning ayni vaqtda Xitoyning rad tartibini yuqori ko'tarish uchun xizmatchilariga buyruq tushirib, sonliq ma'lumotlarni o'zgartirganligi oshkorlangan. Savdo muhiti tekshirish gruppasi har yili har qaysi davlatlarning savdo muhitini baholab chiqib, ularning rad tartibini turg'izib, doklad e'lon qilib kelgan. Xitoy va boshqa bir turkum davlatlar bu dokladdagi rad tartibiga nihoyat ahamiyat beradigan bo'lib, chet ellik mablag' solg'uvchilarni jalb qilishdagi muhim vosita sifatida qo'llangan. 2017-yillik savdo muhiti dokladida Xitoy 78-o'ringa tizilgan bo'lib, asli 2018-yillik dokladda texmo tuvallaydi ekan. Ammo ayni vaqtda Dünya Bankasının sobiq bosh ijroiya amaldori Kristalina Georgieva buningga bevosita qo'l tiqib, savdo muhiti tekshirish gruppasining xodimlariga sonliq ma'lumotlarni o'zgartirgan. Shundaqla mas'ul xodimga Xitoyning rad tartibi masalasini hal qilib berganligi uchun rahmat aytgan. Kristalina Georgieva navbatda xalqaro pul fondi tashkilotining raislik vazifasini o'tayotgan bo'lib, bu vaqtdagi ayblashni butunlay inkor qilgan. Amerika Moliya ministrligining bayonotchisi ifoda bildirib, ministrlikning mazkur ayblashga diqqat qilayotganligini va dokladni analiz qilayotganligini, ularning bosh vazifasining xalqaro pul muomala organlarining ishonchliligini qo'g'dash ekanligini bildirgan. Shundaqla Dünya Bankasi oldingi hafta savdo muhiti dokladini e'lon qilishni to'xtatganligini bildirgan. Xitoy xalqaro besim ostidami Sharq Turkistondagi tashqi savdo ko'lamini oshirgan. Xitoy Sharq Turkistondagi majburiy emgak qatorliq bostirish siyosati sababli xalqaroning turli besimlariga duch kelayotgan bo'lsa-mu, turli usullar bilan bu yil 5-dan hozirgacha bo'lgan tashqi savdo eksportini bulturga qaraganda oshirgan. Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati sababli Xitoy rejimi ig'dorchiligidagi korxonalar g'arb allari tomonidan jazolangandan keyin Xitoy Sharq Turkistondagi puhraviy korxonalarni tashqi savdo import eksportiga rag'batlantirishni kuchaytgan. Tangritog' to'rining 20-sentabrdagi xabarida bildirilishicha, oldingi 8 oy ichida Sharq Turkistondagi tashqi savdo import eksport umumiy qiymati 97 milliard 390 million yuan bo'lib, bulturga o'xshash mazgildagidan 9.5% oshgan. Buning ichida puhraviy korxonalarning import eksport summasi bulturga o'xshash mazgildagidan 26.8% oshgan bo'lib,
Sharq Turkistondagi umumiy tashqi savdoning 84,2%ni egallagan. Bildirilishicha, Sharq Turkistondan eksport qilingan mallarning ko'pinchisi Xitoyning bir balvoq bir yo'l savdo liniyasidagi davlatlarga to'shilgan. Kuzatuvchilar bir balvoq bir yo'l savdo planining amaliylashishiga ergashib, Xitoy rejimining bu liniyadagi muhim tugun bo'lgan Sharq Turkistonning boyligini bulang-talang qilishni va tashqi savdo faoliyatlarini texmo kuchaytirganligini, asli egasi bo'lgan Sharq Turkiston xalqining bo'lsa hech qanday manfaatga erisholmaganligini, Xitoyning bir balvoq bir yo'l savdo planiga qatnashgan har qaysi davlatlarning Sharq Turkistondagi bostirish siyosatiga sherik bo'layotganligini bildirishmoqda. BDT Amerika bilan Xitoyni yangi so'g'uq munosabatlar urushidan ogohlantirdi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres BDT umumiy kengashining 76-navbatlik yig'inidan ilgari Amerika Birlashma xabar agentligining savollariga javob berganda, Xitoy bilan Amerikani so'g'uq munosabatlar urushidan ogohlantirib, butunlay nachar holatdagi munosabatlarni tuzishga chaqirgan. Guterres bosh ko'targisi yangi bir so'g'uq munosabatlar urushi to'g'risida ogohlantirib, Amerika bilan Xitoyni o'ttirsidagi saqlanayotgan masalalar yer sharining boshqa joylariga yeyilib ketishdan ilgari intayin nachar holatdagi munosabatlarni yaxshilashga chaqirgan. Guterres emgak kuchi, iqtisod, tor bexatarligi va Janubiy Xitoy dengizining egilik huquqi qatorliq masalalarni cho'ridab davom qilayotgan siyosiy dazlarga qaramay, dunyoning ikki cho'ng iqtisodiy kuchining klimat masalasida hamkorlik o'rnatishi, shundaqla savdo va texnologiya masalasida texmo unumli suhbatlarni o'tkazishi kerakligini o'tirg'a qo'ygan. U ikki tarafni xalqaro jamiyat bilan barpochi munosabat o'rnatmay turib hal qilg'ili bo'lmaydigan asosligi cho'ng kuchlar orasida davomlashayotgan yuqumga qarshi vaksina emlash, klimat o'zgarishi va boshqa bir qator saqlanayotgan yer shariviy masalalar to'g'risida so'zlashishga chaqirgan. TikTok Xitoyda ishlatish cheklamasini kuchaytirdi. TikTok shirkati 14 yoshdan tuvan o'smirlarning kunlik ishlatish vaqtining yuqori chekini 40 minut qilib bekitgan bo'lib, bu Xitoyning yoshlarning to'r ishlatishni tangshashni kuchaytirgandan biri o'tirg'a chiqargan eng yangi cheklamasi ekan. Xitoy Markaziy radio televiziya stansiyasi to'rining 17-sentabrdagi xabarda bildirilishicha, qisqasin hambaharlash aptitali TikTokning ana shirkati ByteDance 14 yoshdan tuvan o'smirlarning kunlik ishlatish vaqtining 40 minutdan eshib ketmaslik kerakligini belgilaganligini e'lon qilgan. Bu belgilama Xitoyning o'smirlarga qaratilgan to'r ishlatishiga qo'yilgan cheklamalardan biri ekan. Yangi cheklamaga asosan 14 yoshdan tuvan ishlatuvchilar kech soat 10 dan atgan soat 6 gacha TikTok ishlatilmaydi ekan. Atgan soat 6 dan kech soat 10 gacha bo'lgan oralikda bo'lsa, faqat 40 minut ishlatiladi ekan. 2018-yildan boshlab TikTok bir qism iqtidorlarni yo'lga qo'ygan bo'lib, shirkat mas'ullari bu qatimliq tadbirlarning 14 yoshdan tuvan barliq ishlatuvchilarga qaratilganligini, buningda yoshlarni ziyonli mazmunlardan qo'g'dashni asos qilganligini bildirgan. Shirkatning aytishicha, kuniga 40 minut TikTok ishlatishga ruxsat qilingan o'smirlar uchun ommabop ilm-fanga, tarixga aloqador mazmunlar tayyorlangan. Xalqaro diniy nashriyatchilik birligi qurildi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'de Xalqaro diniy nashriyatchilik muhokama yig'ini o'tkazilgan bo'lib, Sharq Turkiston Ulamolar birligidan Ustoz Abdurahmon Jamal Kashg'ari ishtirok qildi. Yig'in 18 va 19 sentabr kunlari İstanbuldagi Sabahattin Zaim Üniversitesida ochilgan bo'lib, yig'inda islomiy kitoblarni nashr qilish masalasi muzokara qilingan. Yig'indagi bir qator muzokara va maslahatlardan keyin 19 sentabr Xalqaro diniy nashriyatchilik birligi rasmiy qurilgan. Yig'inga 30 dan ortiq davlatdan kelgan nashriyatchi va tadqiqotchilar qatnashgan. Sharq Turkiston Ulamolar birligi tarjima va tadqiqot markazining a'zosi Ustoz Abdurahmon Jamal Kashg'ari birligi vakolatan taklif bilan qatnashib, fikr takliflarini o'ttirg'a qo'ygan. Ustoz Abdurahmon Jamal Kashg'ari yana yig'inga kelgan nashriyatchi, tadqiqotchilar bilan ayrim-ayrim ko'rishib, Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini tunishtirgan. Shundaqla bir qism muhim islomiy kitoblarni Uyg'urcha nashr qilish masalasini muzokara qilgan. Biden hukumati ko'chman qabul qilish cheklamasini 125 mingga yetkazmoqchi. Biden hukumati 2021-yili uchun bekitilgan 62500 ko'chman qabul qilish cheklamasini kelar yillik moliya xomchoti doirasida 125 mingga yetkazishni planlamoqda ekan.
Shundaqla Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning parlament a'zolari bilan bu planni muzokara qilishi mo'ljallanmoqda ekan. Bu yil 20 yanvar vazifaga o'ltirgan Joe Biden ko'chman qabul qilish cheklamasini 62500 ga chiqargan bo'lsa-mu, lekin 2020 yili oktyabrdan 2021 yili avgustgacha bo'lgan oralikda Amerikaga faqat 7637 ko'chman qabul qilingan. Lekin 2020 yili oktyabrdan 2021 yili avgustgacha bo'lgan oralikda Amerikaga faqat 7637 ko'chman qabul qilingan. Hürmetli televizor görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşküçe sizlerine Cenab-ı Allah tapşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmetdaşlarıma köptün köp rahmet eylemen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.